Insoniyat ming yillar davomida osmonga qarab, faqat bitta yulduzning harakatini alohida diqqat bilan kuzatgan. Bu Sirius. Xo'sh, nima uchun qadimgi xalqlar aynan shu yulduzga sig'inishgan? Shu kabi foydali videolar ko'proq chiqishi uchun sahifamizga obuna bo'ling. Sirius tungi osmon sferasidagi eng yorqin yulduz bo'lib, katta it turkumida joylashgan. Bu yulduz Quyosh tizimiga eng yaqin yulduzlardan biri hisoblanadi. Yerdan taxminan 8,6 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu qo'shaloq yulduz Sirius A va Sirius B kabi ikkita yulduzdan iborat. Sirius A asosiy yulduz bo'lib, uning massasi Quyoshnikidan 2 baravar, yorqinligi esa 25 baravar kattaroq. Sirius B birinchi yulduz atrofini 50 yilda aylanib chiqadigan oq karlik yulduz. Qadimgi Rimda kanikula deb atalgan va ta'til kunlari shu yulduzga qarab belgilangan. Shuningdek, qadimgi Afrikadagi Dogon qabilasi osmonda ko'rinmaydigan Sirius B yulduzi haqida ming yillar avval xabardor bo'lgani fanni hayratda qoldirgan. Koinot sirlari hali tugagani yo'q. Uni biz bilan birga anglashda davom eting.